Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Javohir Ahmadovdan blogerdan Xorazm bo'yicha mashhur bloger hamda o'zini o'quv kurslari bilan tanishtirib o'tadi sizlar bilan hozir. Agar blogerchilik sohasida daromad topaman degan o'quvchilar bo'lsa yoki 11-sinfni bitirgan o'quvchilar bo'lsa, qiziqib yurgan o'quvchilar yoki qizlar, bolalar bo'lsa, Xorazmda blogerchilik sohasi bo'yicha hamda aktyorchilik sohasi bo'yicha o'zini o'quv kurslari bilan tanishtirib o'tadi. Bo'lmasa Javohirga intervyuni beramiz, o'zini kurslari bo'yicha tanishtirib o'tadi sizlarni. Avvalambor assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Xullas, men o'zimni kursimni ochishni e'lon qildim va kursim 3 oy davom etadi. 3 oy mobaynida sizlar o'qib chiqib, aktyor, rejissor, bloger bo'lishlaringiz mumkin. Hamda sertifikat ham beriladi. O'zim yalamay ish olaman, blogerlar bilan birga ishlashamiz. Televideniyada syomkalarga chiqishlarimiz mumkin. Bunda nolaba kursimni o'qib chiqibsizlar, aktyor, rejissor va bloger bo'lishingiz mumkin. Kursimni o'qib bo'lib, o'zim albatta sizlarni ishga yonimga olaman. Sizlar bilan birgalikda kino syomkalar bo'lami, kliplar bo'lami va vaylar bo'lami. Sizlar bilan birgalikda ish faoliyatimizni yuritamiz. Agar kursimizni to'liqroq ma'lumot olish uchun shu pastdagi nomerlarni telefon qilsangizlar bo'ladi. Bo'ladi. Yaxshi, rahmat sizga intervyungiz uchun. Agar Xorazm viloyatida shu qiziqib yurgan o'g'il bolalar yoki qiz bolalar bo'lsa, hozirgina Instagramdan, YouTubedan monetizatsiya bilasangiz daromad topish mumkin. Agar o'zingizni shaxsiy ishlaringiz ham qilishingiz mumkin. Orasida Instagram kanalına videolarni qo'yib yoki qiziqarli videolarni qo'yib turib, Instagram kanalidan podpisklarni ko'paytirib turib, daromadga ega bo'lishingiz mumkin. Agar qiziqqan bolalar yoki qizlar bo'lsa, bemalol shu telefonlarga murojaat qilsa, kurslar qimmat emas. Agar shu kursni tugatgandan keyin siz daromadga ega bo'lishingizga kafolat beradi Javohir. O'zi professional bloger, Instagram kanalidan hozirgi kunda $300, $500dan $1000gacha daromad topib kelayotgan blogerimiz. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Barchaga rahmat.